Qizlar, hamma mendan nimaga yuzim bunaqa yaltirab turadi deb so'raydi. Bugun sizlarga sirni ochmoqchiman. Har kunlik qiladigan bazaviy xotimni ko'rsatmoqchiman. Birinchi, yuz terisini yaxshilab tozalab olamiz. Bu klinzer yuz terisidagi poralarni yaxshilab tozalab beradi. Kosmetik vositalarni, chang, turli xil zararli radikallardan terini tozalaydi. Va albatta yuz terisini tozalashda eng muhim etaplardan biri mana shu salfetka. Bu salfetkadan faqat to'g'ri foydalanish kerak, ya'ni hech qachon pastga qarab tozalash mumkin emas. Har doim yuz terisidagi yo'nalishlarni tepaga qaratib tozalaymiz. Ikkinchi qadamimiz bu tonik. Tonik yuz terisini tozalovchi vosita emas. Afsuski, ko'pchilik shunaqa deb o'ylar ekan. Tonik yuz terisidagi pH ni balansga soluvchi, ya'ni yog' va suv balansini me'yorga keltiruvchi qadam hisoblanadi. Ko'p toniklar paxtada surish tavsiya etiladi, lekin aynan Dr. Secret toniklari qo'lda surilgani yaxshi, ya'ni teriga chuqurroq singdirish maqsadida. Keyingi qadamimiz yuz terisini tinchlantiruvchi, namlantiruvchi sivırtka. Yoz faslida juda ham sivırtkalardan foydalanishni yaxshi ko'raman, chunki yuz terisiga tez singib ketadi. Yuz terisida yog'li, yaltirash, blesk qoldirmaydi. Keyingi qadamimiz bu ko'z atrofiga krem. Ko'z atrofiga 25 yoshdan boshlab namlantiruvchi kremlardan foydalanish kerak, chunki ko'z atrofidagi teri juda ham yupqa bo'ladi va qarish prosessi aynan shu zonadan boshlanadi. Ko'z atrofi bizani yoshimizni sotib qo'yadigan eng muhim zona bo'ladi. Shuning uchun 25 yoshdan boshlab hamma qizlarga, erkaklarga ham hamma patsientlarimizga ko'z atrofidan kremlardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Dr. Secret kompaniyasidagi ko'z uchun mo'ljallangan krem nafaqat ajinlarni, balki ko'z tagidagi qorayishlarni, salqishlarni ham ketkazish xususiyatiga ega. Keyingi etapimiz bu молочко. Молочко deganda ko'pchilik yuz tozalovchi молочко deb tushunishi mumkin, lekin bu juda ham yengil, emulsiyaga o'xshagan krem. Ya'ni hozirgi faslda juda ham aktualni, ya'ni yog'li, og'ir emas, krem tarkibi juda ham yengil. Qizlar, krem surayotganinglarda mo'yin sohasini esdan chiqarmanglar, chunki qo'llarimiz va bo'ynimiz bizning yoshimizni ko'rsatib qo'yuvchi soha hisoblanadi. Va albatta eng asosiy etap, ya'ni uy sharoitida bo'ladimi, kosmetologik xonalarda bo'ladimi, muolajani yopuvchi, parvarishni yopuvchi etap bu quyoshdan saqlovchi kremlar. Dr. Secret kompaniyasining kremlaridan foydalansangiz, sizga tonal kremlar, BB, CC kremlar kerak bo'lmaydi. Bu kremni o'zi yuzingizni sog'lom, chiroyli qilib, Photoshop effektini beradi. Men bugun sizlarga eng katta sirimni ochdim. Har doim beradigan savolingizga javob: nimaga yuz terisi yaltirab turadi? Bu tug'ma bo'lmaydi qizlar. Bu tug'ma yuz terisini yaltirab turishi 25 yoshgacha bo'ladi. 25 yoshdan keyin afsuski yaxshilab e'tibor qilishimiz kerak terimizga.